Hammaga salom bo'ldi. Bugun sizlar bilan Kezgon ichida uzun nastroykalari bilan video karta nastroykalarini ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib Kezgonni nastroykalari o'tayotgan bo'lsak, mana bu o'zimni nastroykalarim hisoblanadi. Men xohlagan turnirlarda ham boshqa joylarda ham aynan shu nastroyka bilan o'ynayman. Keyin ko'p kishi savol qilib jo'natib qo'yibdi. Ya'ni 4 ga 3 qilib qana o'ynaymiz? Nimagadir meni kompyuterlarim 4 ga 3 bo'lmayapti, faqat 16 9 ransiya bo'lyapti deyotganlar uchun buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu o'zim nastroykalarim. Bu yerga limit qo'yib qo'yganman. Aynan bu zerikkan payt, o'ynayotgan paytim 400 FPS dan oshmasligi uchun. Atak agar sizlarga ko'proq kelayotgan bo'lsa, o'zlaringiz xohlagancha qilib qo'yasizlar mana. Agar video olayotgan bo'lsangizlar, xuddi mana bu narsani katsina qilib qo'yasizlar. Tamom, video ancha katsina bo'lib chiqadi. Qolgan joylari juda muhim emas men uchun. Qolganlarni bilmadim. Keyin mana bu narsa. Buni nima sababdan deganda, bu prosessorda to'g'ri bir 5-4 foizlarga ancha qiynaydi, nagruzka tashlaydi. Agar video karta deyapman. Prosessorlaringiz ancha kuchli bo'layotgan bo'lsa, bu narsani qo'ysangizlar, anchagina o'qda rengenti ham kuchayadi. Ya'ni tez o'zini ishlash harorati ham anchagina oshib boradi. Kuchsiz prosessorlarga esa bu narsani tavsiya qilmayman. Buni oddiygina yoqib qo'yishni tavsiya beraman. Keyingisi bu keyin yana bir narsa eskib qoldi. Keyin agar sizlarga ping ko'tarib ketayotgan bo'lsa, ana shu narsani oxirigacha tushirib qo'yinglar. Sal bo'lsa ham ping muammosi pasayadi, lekin 100% pasayishiga garantiya yo'q. Keyin video karta. Keyin yana bitta sizlarga, agar sizlarni video kartalaringiz 50-60, 380, 2080 shu kabi bo'y bitta bir necha yil oldingi, hattoki o'sha eski video karta bo'layotgan bo'lsa, uni o'zini drayverini yangilashlaringizni tavsiya beraman. Chunki eski bo'lishiga qaramay drayverlarni yangilash anchayin yaxshi. Ya'ni qizishda oldini sal bo'lsa ham oldini olishi mumkin. Nastroykalar, ya'ni zo'riqishni kamaytiradi. Bu o'zlari sketchet qilgan paytlar u avtomatik o'zi video kartani o'qiydi. Mana menda o'sha sketchet qilib o'sha qachonlar drayverlarni o'rnatib qo'yganman. Mana перезагрузка deb turib toz bo'lsam video o'chib qoladi, перезагрузка beraveradi. Sizlarda bu narsa, buni o'rniga mana xuddi anaqa ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shu narsa bu yerda joylashgan bo'ladi. Shuni bosaverasizlar. Adashmasam 800 qanchadir megabayt bo'lishi kerak. Keyin prosessorda o'zini ham drayverlari bo'ladi. Ularni ham topib olsangizlar bo'ladi. Keyin eng asosiysiga o'tsam, eng asosiysi mana panel управления video kartaniki. Qaysini ko'rsatmoqchi? Keyin masalan meniki MSI 25 dyuymli 300 Hz hisoblanadi. IPS matriska. Shu uchun ham agar o'zim buni birinchi marta olib kelganimda yangi korobka, buni o'zida 1920 ga 1080, ya'ni 4 ga 3 ko'rinishi yo'q edi. O'zim mana bu yerda nastroyka orqali o'zim o'rnatganman. Buni 4 ga 3 qilib, bu hech qanaqa qiyin emas. Sazzatni bosib olib, o'zlari to'g'rilaverasizlar. Xuddi shu narsani 300 Hz ham belgilab qo'yinglar, bo'lmasa Hz tushib ketaveradi. Keyingisi maslahatim, mana xuddi men qilgandek qilib olinglar. Chunki masalan menda IPS matriska bo'lgani uchun ham aynan monitorda salgina ko'zda ortda, bu bilan esa ranglar anchayin silliqroq ko'rinadi. Keyingisi bular ham muhim emas. Keyin mana bu narsa sizlarda agar 16 9 dan 4 ga 3 o'tkazolmayotgan bo'lsangizlar, mana bunda turgan bilan bunga o'tkazib, xuddi mana shu nastroykalarni belgilab qo'yasizlar. Keyin ayrimlar uchun agar monitorda ulayotgan bo'lsangizlar, uni video kartaga ulash kerak, plataga emas. Ko'p kishi savol qilib berayotgan ekan, nima sababdan menga chiqmayapti? Siz aytgandek nastroyka qilyapman deb lichkalarimgacha yozib tashlagan. Bu narsa ko'p kishi ona plataga tiqib qo'yadi, ya'ni HDMI yoki xuddi shunaqa narsalar. Bu unga emas, ya'ni bu video kartaga tiqilishi kerak. Bu ko'plar uchun juda ham kulgili. Bunga to'xtalib o'tishimni o'zi bir kulgili, ammo baribir bunga to'xtalib o'tish kerak. Chunki bilmagan odamlar ham oramizda. Bu mana menda 3080 bo'lgani uchun ham bemalol cutscene ham o'ynash mumkin. Sizlarga maslahatim, ko'p kishi yozib, mana bunga bir to'xtalib o'ting. Ko'p kishi videolarda ko'ryapman, mana bunga o'tkazib juda ham pasaytirib qo'yadi. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana.
bo'ladi. Qanchalik darajada ko'zlaridan o'rtaveradi. Juda ham xirem. Ha, bu bilan farqini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yoqdagi silliqlik bilan mana bu silliqlikni. Bu bo'lmaydi-da bu. Agar kuchsiz video karta bo'layotgan bo'lsa, buni maslahat beraman, xuddi shunaqa qilib qo'yishdi. Lekin buni minuslari bu. Bu masalan boshqa bir o'yin Steam'dan yoki torrentdan bilsam tortayotgan bo'lsangizlar, bu avtomatik bo'lib o'qiydi-da, uni o'zi настройка qilib chiqadi bu narsani. Bu o'zlari masalan kezgan ichida kirib, kuchli kompyuter bo'lsa ham uni kasina qilib qo'ysangizlar, u avtomatik o'zi o'chirib qo'yadi bu narsani. Sizlarni ruchnoy qilganlaringiz bir tem bo'lib qoladi. O'sha o'rniga mana bunga qo'yib qo'ysangizlar, alohida ruchnoy o'zi qiladi. Buni hech qanaqa o'zlari ruchnoy qo'l bilan optimizatsiya qilasizlar, настройка to'g'rilaysizlar, buni ishi yo'q. Shunaqa qilishni maslahat beraman qolganlarning gapidan ko'ra. Lekin bu eng to'g'ri yo'l deb men bilaman qolganlardan ko'ra. Bu eng muhim narsalardan bittasi yana. Men o'zim CS:GO ham ko'p o'ynayman, stream yoqaman, xuddi shunaqa. Ya'ni menda 9600X AMD5 dan, keyin RTX 380. Eng menimcha o'rtacha, minimalistik emas, maksimum ham emas. Bemalol men o'zimdan masalan Gaming B650 plata va plus Wi-Fi gamingdan, keyin ikkita 16 32 GB 6000 Hz, yana nimalar o'sha 380 10 GB yangi. Keyin boshqa narsa yo'q. Men shuning uchun kasbiyni masalan Red Dead 2 o'ynayman. Watch Dogs degan bitta o'yin bor, xuddi gitaga o'xshab ketadi. Buni ham nomlari juda qiyin. Keyin Assassin's Creed Odyssey o'ynayman. Juda ham kasbiyni o'yin u ham. Unda ham даже mana bu настройкалар bilan maksimum grafikada ham 70 gradus bilan 380 uchun 70 gradus juda ham yaxshi gradus hisoblanadi. Qolganlarda menimcha 80 dan baland. Juda balandlar ko'rsatib boraman. Mana bu narsalarni xuddi shunaqa qilib chiqasizlar. Dastalashtirib ko'rib olinglar. Videoni hozir alohida agar tashlab beringlar deb kommentga yozsangizlar, mayli bemalol tashlab beraman. Keyin mana yana bitta narsa, xuddi shunaqa narsalarni qilganlaringizdan keyin agar preminitni bosib da chiqadi. Dani bosasizlarda manda o'rnatilgan. Keyin chiqib ketadi o'zi avtomatik. Shunaqa narsalar. Keyin yana narsa esimga keldi. Birdan aytib ketishim kerak. Video cho'zilib ketadi-yu, lekin sizlarga foydali. Yana bitta sizlarga mana bu MSI Afterburn degan narsa bor. Buni ko'p kishi biladi o'zi aslida, lekin baribir yana bir o'tkazib ketmoqchiman. Yana bunda nima bu? Bu video karta, любой bitta video kartalarida umuman qizig'i yo'q. Qaysi kompaniya umuman mana xuddi shu narsa bilan og'ir o'ynayotgan paytlar juda kerak bo'ladi. Mana bu yerda gersovkalar, graduslari gacha ko'rasizlar. Keyin men bundan mana bu настройка kirib fan, ya'ni bu menda 3 tali fan bo'lgani uchun ham mana bemalol anaqa qilib foizga qo'yib chiqishlaringizni maslahat beraman. Ya'ni bunda mana bu foizlar, ya'ni bu fanlari aylanadigan fanlarni nechi foiz, ya'ni kuchlanish bilan ishlashlari, bu esa temperatura. Masalan, bu nechi gradus? Masalan, bu 40 gradusda 35% ishlaydi. Ya'ni video kartam 40%, 40 gradusga yetsa 35% lik fan tezligi bilan aylanadi. 55 gradusda 60, eng muhimi masalan 75 gradusda 70. Undan yuqori katssalarda esa mana bu narsa menimcha kuchliroq video kartalar bo'layotgan bo'lsa, buni обязательно qo'yish kerak. Chunki bu ruchnoy qilishni o'zida bu hamma ham ko'rsatavermaydi bu narsani. Bu juda ham muhim narsa, ya'ni bu kompyuterlaringizni umrini uzaytiradi bir gap bilan. Shuning uchun ham qo'yishlaringizni maslahat beraman. Xuddi shuni qo'yib chiqasizlar, prementni bosasizlar, okey. Buni bosib qo'ysangizlar agar, bu o'zi aslida bosilishi kerak. Prosta meniki 380, ya'ni 30-seriyadagi bo'lgani uchun ham menda bu narsani yoqishga ruxsat bermayman. Agar sizlarda menimcha 40 ta yoki 50-seriyalar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qilsangizlar bo'ladi. Menimcha lekin 50-60 Ti'larda ham bu narsani qilish shart emas. Lekin 2080 Ti shunga o'xshash kuchli kartalar bilan o'ynayotganlar bor. Ya'ni u kuchli deyish hozir juda ham anamga negativga qolib ketaman. Kuchsizga ajratganim uchun prosta uni 20-seriyadagi video kartalar o'sha davrda ko'p to'kam ham issiqlik chiqargani uchun ham aynan ular bo'libdi. Shuning uchun ham o'zlaringiz uchun bilolinglar, negativlar shart emas. Faqat sizlardan shu podpiska, like, komment, tamom. Agar nimadirga tushunmayotgan bo'lsangizlar,
qo'yib beraman. Keyin sizlarga yana bitta narsa YouTube'da stream qilishda ham agar qo'yib beraman bemalol. Keyin kompyuterda PUBG o'ynash, ya'ni Gameloft orqali nastroyka optimizatsiya bemalol 120 FPS, 144 FPSda ham kuchsiz kompyuterda ham bemalol stream qilib ko'rishlaringiz mumkin. Men o'zim kuchsiz kompyuterlarga ham bemalol qo'yib ko'rganman. Hech qanaqa muammolar bo'lmagan. Agar sizlarga ham kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol tushuntirib o'tib ketaman. Faqatgina o'zlari so'rasizlar bo'ldi. Videolar yoqqan bo'layotgan bo'lsa, like, komment, podpiska. Agar kelayotgan bo'lsa, bemalol Telegramda lichkalar ochiq, bemalol kommentlarga kirib videolarda shu narsani tushunmayapman yoki tarixda tortish kurslar, xuddi shunaqa savollar ko'p judayam. Hattoki bepulga masalan Steam'dagi o'yinlarni, ya'ni Friends bo'limi bilan buni ko'p kishi bilmasligini bilmayman, ammo Friends bo'limi masalan mandagi masalan ana bu o'yinlar hammasi $40, $35 atrofidagi o'yinlar o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Olganman, lekin ko'pincha men o'yinlarni o'ynayman. Ko'pincha men CS:GO, Assassin's Creed o'ynayman. Ko'pincha mana bu ham ancha judayam zo'r o'yinlar. Ayniqsa bu g'irt o'sha GTA 5 bilan bir xil, ammo grafika undan ham ancha zo'r, maza qilib o'ynashlaridiki. Mana bu esa hamma uni biladi. Prosta bu demo versiya. Buni bemalol tortib o'ynashlaringiz bilan. Lekin sizlarga maslahatim 2 marta o'rnatib qo'yganman men adashib. Birinchisi ban yeb ketgan, ikkinchisini ochib olganman hay. Buni uyingga kirganlaringizdan keyin xuddi bu ochiq dunyoda yurasizlar. Buni o'rgatishim ham shart emas. Maslahatim toqqa chiqmanglar. O'zi ko'rsatgan joylarga boringlar, faqat qolgan joylarga bormanglar. Ban berib yuboradi. Aynan demo versiyani o'ynayotganlaringiz uchun ham. Tarixdan tortish menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman, chunki kompyuterlar ancha kuchsizlashtiradi. Bir marta o'sha olganimdan keyin ancha kompyuterlarning skorosi tushib ketgan, uni o'chirib qutulganman shu bilan birga. Lekin qolgan kishilarda unaqa muammo bo'lgan bilmayman. Sizlarga sezilmaydi, lekin ancha kompyuterni yeb qo'yadi umrini. Video ham ancha cho'zilib ketdi. Qolganlarga rahmat.